Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Din ve hayat namlı sohbet programımızga dikkat itibarınlarını berginlerini kızgın karşı alımız. Programımızın bugünkü bölümünde Şii ve Hristiyanlarınki xatar haqqat toxtalımız. Ben qarindaşlar Obul Qasım Ahmedi, programımızın bugünkü ez mehmini Ustaz Siraj Najim. Siraj Najim şu bir qancha hepnin yaqı şu ictimai alaqa nimalarda vasitlarda bizning vatanimizda taqlayotgan şu Şiilarning taqlayotganligi, Hristiyanlarning harakat qilayotganligi haqida nurg'un ushurlarni ko'ryapmiz. Ba'zi qarindoshlarimizdan talab kelgan bo'ldi. Darhol shunga bir raddiya shaklida bir narsa bo'lgan bo'lsa deb. Amaliyotda biz chet elda nurg'unlagan yillarni beshimizdan ko'chirish jarayonida bu Şiilarninki, yani bizim vatan tilimizin buna rapiz deydi. Ne kadar rezillikine kıravatımız endi. Ligiriki şu Ehl-i Sünnet vel Cemaat ulemaları şu İslam dünyasında biliniş olmasında buluşunda sabır kılıp bu hakkıcık insaf kılıp bunun eyiplerini yap kelgen bolsa bugünkü günde bunun eptibaşır eşilvatı dendi. Bu Hristiyanlar hem de ilgirmi Hristiyanlar bizning şu diyarımızda nurg'ulg'a hareketlerini qilganken merhum Abdülkadir'dan bo'lanning zamanlarida va uning ilgirki zamanlarda şu vaqtki ustozlar nayet kuch chiqarib bularninki raddiya berib xalqimizning yomon xatardan saqlab kelganken bugungi kundan hozir şu yangi nimani taxbarab naqi ko'ryapmiz iPhone'ga app yasab bo'lar hozir Hristiyanlar o'zining kelimsini taqishib o'rnatyapti. Bu haqda bir xalqimizga tushundirgan bo'lsak, qani marhamat. Yaxshi bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Haqiqatan bizning xalqimiz faxrlanadigan muqaddas bizning dinimiz islom dini 1000 yillik tarixga ega, balki 1000 yildan yuqori tarixdan beri bizning xalqimiz umuman musulmon. Yana kelib bu Uyg'ur musulmonlariningki bir alayidligi sunniy mazhabiga e'tiqod qiladi. Sünni Ehl-i Sünnet vel Cemaat'e ve Hanefi mezhebiga kabul kılıdandı. Bunun da Müslümanların oturduğu bir ihtilaf yok. Ama din düşmanları meyli Hristiyanlı olsun ve meyli Şiiler olsun, yani bizim ılgıdaki halkımızın 60-70 yıllık müstemleke tarihi de İslam'dan yaraklaştırılgan, davamlıq dinin hakiki ruhudun Irak yaşayan ismi Müslüman ama İslam'ın hakiki mahiyetinden Iraklaştırışqa uğrunub kilinayotgan bir cemaat boğaçqa meyli Hristiyanlı olsun, meyli bu hazırki Şii Rafize deb atıldıgan Şiiler olsun, bizning halkımızın kalbini utuş ve özünün dinlerini, mezheplerini taqitish üçün uzun bir tirişçanlıq gösterip kelgen. Bundan 100 yıl, 150 yıl burunmu kadar misyonerler Hristiyan dinini taqitishqa köp bir tirişçanlıq gösterken, doktorxanalarni yasagan, matbaalarni qurgan ve insanlarni her taraftan maddi ve manevi jihatdan ularni o'ziga tartish uchun tirishgan bo'lsa-mu, lekin biz musulmonlarningki e'tiqodining kuchliligi, imanning kuchliligi, musulmondachilikdagi haqiqiy bir musulmonligini isbotlab misyonerlarni bu Hristiyan dinini öz vaqtida rad qilgan, qabul qilmagan. Yani shuncha ko'p tirishchanlik bilanmi bizning xalqimizdan bir barmoq sanuvchilar Hristiyan muridlari yoki Hristiyan dinini qabul qilganlarni hujjat qilib bo'lmaydi. Hozirmi bu yo'q deyarlik. Ammo shundoq bo'lsa-mu endi har xil tirishchanliklar qilyotdi. Aynı ahval Şiilarda ko'rinyotdi. Endi biz bilib vatanda garchi ba'zi bu İsmaili bu Taciklar oturda bazı Şii mezhebi bo'lsa-mu Şii dini. Ama bu hakiki Şiilarning mahiyetidan, ularning amaliyatidan yiroq bir yaşagan adamlar. Ama yakın biri, xususan bu 10 yıl, 15 yıl jarayonida İran'da bizning vatandagi xalqimizning hozirgi ahvoli, mustamlikadagi ahvoli ve düşmanning bizning xalqimizni jahil qoldirish, dinsizlashtirish ve bölüş ittifaqsızlıkka sebep bo'lgan ishlarni hadab o'tirg'i chiqarganligi uchun bundan foydalanib bu bo'shliqdan masalan Iranning her ikki raisi bundan burungi Rafsanjani deymiz, undan keyingi Xatami
Xatimi mesela 2000 yılı 6. ay jarayonida Qashqarga kelib, Qashqarda Hetkada juma namozini o'qishga shart qo'yib berib ekan Xitoy qilgan safarida. Undan burun Rafsanjani shunday qilgan. Shu mazgilda endi bizning xalqimiz bu Shiilarni bizga o'xshash bir musulmon, ularning ayrim bir mazhab bo'lsa-mu, lekin musulmon jamoatida bilatdi. Ammo shu bo'shliqdan foydalanib haliqadak musulmonlar bilan hissdoshlik qilganligi bir davlat raisining bizning vatanimizga kelib Hetkada juma namozi o'qiganligi ularga aytibek ilhom bo'lgandek. Ammo bir tarafdan bu Hizbullarning islom da'vosi qilish, Falastin xalqining qonunliq haq-huquqini mudofaa qilish, Isroilga qarshi jang e'lon qilishdek ba'zi tutgan pozitsiyalari bizning musulmonlarni aldab kelgan. Voy bu Shiilar bu haqiqiy musulmonlar shu ekan deb. Ammo bu aldinish ahvollari hammasi Suriyada tamamen vayron bo'ldi. Yani Suriyada zalim Bashar hokimiyatini qo'llab hozir 200 mingdan ortiq odamning o'lishiga sabab bo'lgan bir urushda Iran, Hizbullah, butun dunyodagi Shiilar shu zalimga shirik bo'lib musulmonlarni, ahli sunna vel jamoani o'ltirishda ishbirlik qilgan. Unda o'gandan bizning albatta musulmon qarindoshlarimiz bu Shiilarning, Rafizlarning biz musulmonlarga, ahli sunna vel jamoaga ne kadar üçtiki, yani qo'lidan kelsa hayat qo'ymaslikqa tirishadiganligini ko'ryapmiz. Endi hozir siz degandek yaqin biri bu ijtimoiy tor aloqalarda Shiilarning vatanda qilayotgan ba'zi faoliyatlari, Hüseyni dini faoliyatlari ve shundaq Shiilarning madrasalari, darsxonalarining ko'rinishlari tarqaldi. Gerçi bu bizning xalqimiz buni qabul qilmasa-mu, lekin Iran haliqadak 10 yildan beri tirishchanlik ko'rsatib, bizning vatan bilan munosabatni qo'yiqlashtirib, İranlarga o'quvchilarni chiqib o'qitib, tarbiyalab bir qadar harakat ilib borganligi biz xalqimizda albatta bir silkinish paydo qildi va qiladi mumkinmi? Albatta bu Shiilarning xatirini bilish lazım. Yani Shiilarning xatiri desak, bu Shiilar bir Şii mezhebi deymiz. Ama ameliyatda bularning yaqin biri Suriye'dekinden başka mı oldu? Akide meselesi mi? Çok xatarlik mesele var. Mesela bu Şiiler bizden büyük sahabelerimizden Ebu Bekir radıyallahu anhu, Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu, Seyyidina Ayşe radıyallahu anhu tamamen kabih sözlerden tillab hakaretlaydı. Onu mukaddes uluğ sahabeler emes belki düşman süptüdü köygen ahvallar bulundu. Hatta İran'da bu Ömer radıyallahu anh'ını öldüren Ebu el-Mecusi'nin kabrisini tavaf kılarken, ziyaret kılışırken. Bu derecede Müslümanların en mühim olan işlerine alaydı, orunlarına karta biz Müslümanların onların akidede çok mesele çıkandıkken elbette bunların İslam'a, Müslümanlığa karşı ikenlik körlüdü. Bir yerden ben gep kusturayım. Akide meselesi de zaten bu Rafizlinin akideleri acayip korkunçluk hem de. Yani yukarı degendek bu ehli sünnet cemaat ulemaları cık insaf kılıp İslam dünyasında ende İslam'ın düşünmeyenler o Şiilerin İslam'ın bir ne mesela azası da düşüngendikken birinin şu olmasın uğraş cidel çıkmasın da sabır kılıp gelgenken bunun itikadları adamını qoqat kırak derecede hatta sahabenin kafir itikat kılıp kafirge çıkardıkken ulan sahabenin bulup mu siyasi cihetki rezillikken de onunki bu Hazreti Ömer ibn Hattab'ın devrinde şu İran Farislarının hakimliği yıkılganken de şu Hazreti Ömer ibn Hattab'a siyasi cihetimi şunda öçke şu Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nu şehit kılgan bedbahtının ki kabrisi nayet bir uluğu orun mazanı onu tavap kılındı diken bugünkünde yani bir hem de mada qasak bu bütün şu İslam'da fetih kılgan devletlerini azat kılgan devletlerini hem tılaydı iken bolar. Tarihte bu üze bir yani azat kılıp bakmagan, İslam dünyasına sıkış bakmagan bolar. Yani tigidin yanıma işgalep kılganda bulanınki nemellere tutup manga yolları, siyaset nemellerinin hemmesi Yahudiler çetişlikten buladı iken. Yani ağzı taşkı görünüşte bula Yahudlar olan bir rakabette düşmanlaşıp atmanda görünegen bilen işki cihette İslam'ın zinaga Yahudlar olan da onun ittifak tuzuşluk bolar. Üstelde bir ende. Bu taraflarına
Şuna bazı bizden hazırki vatandaki yaşlarımızga geçip berişni aytib mühim dep qaradık. Endi bu Yahudiler Hristiyan nimaningki bu Şiilarning Rafizlarningki aqida barasida necha soatlik dars qilsam to'xtab tugamaydi endi. Faqat biz bu darsimizda bir ishorat qilish, ba'zi masalalarni yuritib berish bilan kifoyalanamiz, chunki ko'pchiliklarning malol bo'lib qolishini izlamaymiz. Endi bularningki al-muhim bizning ajdodlarimiz ilgari ustozlarimiz bularningki shu yerda taq qilishi nimasiga nihoyat jiq kuch chiqarib xalqimizni bir ahli sunna va jamoat aqidasida saqlab kelgan. Hozirgi ulamolarningki, hozirgi musulmonlarningki mas'uliyatimizmi xalqimizni ahli sunna va jamoat aqidasining ustiga saqlab, bu Şiilarningki chirib ketishdan yoshlarni tuzish. Endi hozir amaliyotda xalqaro siyosatning shu ekan, bizning nurg'unlagan davlatlarni ko'rdim men. Haq bo'lgan islomga dunyo hammasi qarshi turdi ekan. Ashunda yo'ldan chetlab chiqayotgan mazhablarga, yo'llarga hamma davlat ish kechirdi ekan. Chunki bir oyat karim deydi, dinning dushmanlari islom dinninki ivaj bo'lishini, shunda bid'at ish ketishini, xurofat ishni izlaydi deydi. Shu orqali islomninki g'alaba qilib ketishini oldini to'sa oladi ekanda. Shunga har xil firqalarga yo'l bergan. Bugungi kunda hamda sog'lom islom ahli sunna va jamoaning yo'li, islom yo'li cheklangilik, shunda xristianlarning tashviqotlari, shunda Rafizlarning maktablari tashviqotlari faoliyatlariga sharoit hozirlanib bizning vatanning ichida shu chet elda sirtlardan kiravyapmiz. Buningdan musulmonlar ag'a bo'lish kerak ekan endi. Bu masalada, yani xususan bu Şii meselesinde bizden ulamalardan ilgirki ulamalardan. Mesela şu Musa Jarullah degan Tatar alim bu Şiiler hakkında izlenip hatta İran'a berip maxsus bir kitap yazgan bu adamın kitabı var. Ben bu Şiiler üstüde izlenip Şii Müslümanlar bilen bu ehli sünnet ve cemaat Müslümanları oturda bir birlik ornatışka, yakınlaştırışka tirişip köydüm. Lekin o kitabning mazmunida asosan bularning aqidasidan ait cho'ng masala bor ekan, bu ahli sunna va jamoa bilan hech qaysi tarafdan yaqinlashmaydi ekan. Bularningki butun kuchi bilan ahli sunna va jamoaga, musulmonlarga o'chmanlik, adovat va dushmanlik maydonida turadiganligini his qilib, bu kitobni yozish majbur bo'ldim degan. Yaqinqi zamonda hamda bu shu islom ulamolaridan musulmonlarning birligini saqlab qolish yo'lida. Endi bu Şii ilmi o'zini musulmon deydi, ahli qibla, haj qiladi, umra qiladi va ya'ni musulmonlardan sanaydi o'zini. Lekin amaliyotda shunday masala degandek mayli diniy maydonda bo'lsin yoki siyosiy maydonda bo'lsin, haqiqiy ahli sunna va jamoaning musulmonlarning maydonda turgani yo'q endi. Davomli shu ahli sunna va jamoaning ziddiga siyosiy maydonda olsun ve askeri maydonda endi başlab o'tgandek Suriyadagi bularning qilmishlari, harakatlar hozir amaliy uchiq misol ki bulardan biz musulmonlarga, biz ahli sunna va jamoaga hech qachon yaxshilik kelmaydiganligi aniq. Bizning vatandagi yoshlarimiz bu Suriyadagi Şiilarning Rafizlarning vahshiylikini isbotlaydigan videolarni ya ko'ramaydi jiqlar. Bularning shu Suriye urush jarayonida kichik bolalar, ayollar, mush odamlarga bo'layotgan shu qiyinchiliklarni ko'rsa, Rafizga yana bir qatim huvlidan xalqimiz tariximiz zaten Rafizni xalqimizni obdan tushunib kelgan, bizning yurtlarimizda Rafizni aytdi. Bu Şiini Rafiz deb yomon ko'ratdi. Endi bilmadik, shu yaqinqi mezgillarda ma'lum shu ahli sunna va jamoa bizning vatandagi musulmonlarning birligiga qarshi suiqasdlarning tufaylidan bo'lib biraz sharoit yaratilib, bo'lib biraz kuchayib, nurg'unlagan yoshlar Ironga chiqib tarbiyalanib, o'g'il o'qishib turib berib vatanda ba'zi faoliyatlarni qilganchiga bu musulmonlar Şiilarningki haliqadek siyosiy maydoni azaldan aniqdi. Haliqadek Şiilar İran asosida, Hizbullah asosida Amerikaga qarshi ve İsrail karşı deydigan. Ama valenki tarixdan biri mayli Hizbullah olsun, mayli İran olsun, ne Amerikaga, ne İsrail'e karşı hiç qandaq bir pay o'q atmaqlıq. Bo'lgan ahvolmi mayli 2006'daki Livan İsrail'e to'qinishudimi? Faqat İsrail'e hujum qildi. Ular o'zini mudofaa qilgan bo'ldi. Amaliyotda İsrail'e qarshi hech qanday hujum qilmaqlıq. Amerikani dushman deydi, Amerikaga o'lam deb shuar to'laydi. Amerika bilan ikki jihatdan ishbirlik qiladi. Bir butun nimada
bu Ahl-i Sünnet cemaatinin kurallık cemaatler Amerika'nın nazarında mı, İsrail'in nazarında mı terörlük kartizme çirgizgilik. Bu Şiiler, bu Hizbullah'ın devamlı kuralı ile hareket kılıdı. Böyle kartizme terörlük tizimi. Hususan de bu Suriye'den bu hakiki et beşirisi içilgan Suriye'deki boğan mesele cidel fakatlam zalim diktatör hakimiyet bilen erkillik halaydıgan halk oturduk küreş. Bu hiç kandak bir Sünni Şii tokunuş bilen münasebet yoktu. Ama andi bu Beşşar hakimiyeti fakatla şu Şiiler bilen Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a karşı işbirliği kıllığı bu üzü Alevi boğallığı üçünle Alevi mamdı şu üzünü Şiilerin bir türü de o resmi bütün ulemalar kafirlik hüküm çıkaran bir firqa Alevi firqası. Yani bu firqani müdafaa qilish uchun hozir ular biz yaqindagi o'rta sharqda takfiriylar, vahhabiylar, salafiylar onun bunun cihadiylarning xatirini din müdafaa qilish uchun biz Suriyada Beşşar bilan birga urush kirdik deydi. Valanki bu hemmisi zulüm karşı bulayotgan bir haqqani kurash. Bu haqqani kurashda imanning eng acizi faqatlam bunun qarta o'zingni bir chetga elib bu ishga o'tirib kirmasliging lozimdi. Hozir bu Hizbullahning Iranning oshkora dunyoga e'lon qilib turib askar kirgizishi bir davlatning davlat butunligiga qarshi diplomatik sohadami bu siyosiy maydondami hamma ishda bu zid. Ama bunun qarta endi Suriyani tamamen vayron qilish uchun Beşşar hakimiyetinin yıkılması için mayli Garb, Amerika, İran, İsrail hemmesi birleşip hazır Müslümanların zıddığa bir meydan kurup turbat edendi. Valenki inşallah bu Suriye'deki uruş elbette yana şu hakiki Müslümanların Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın izilgen Müslümanların menfaati için bulduğallığı inik. Hazır Suriye enkılabı mağlup boğunu yok. Gün galbi kılıvatıdı. Beşşar hakimiyeti olsun. Bu Hizbullah olsun, İran'ın askerleri olsun, bu Irak'ın Şiileri olsun, hemmisiga qarta bu kurallık hareket gün terakki kılıp mağlubiyetke uçurmaqlık. İnşallah bunun qalbisi, Suriye'nin qalbisi, hazır bütün dünyadaki Müslümanların qalbisi buluşu lazım. Ama bizning vatandaki halkımız bu zadi Şiilerinin, bu Rafizlerinin Ehl-i Sünnet vel Cemaat'a Müslümanlığı qarta ne kadar üçümellik adavet meydanda turganlığını yaxshi bilishi lazım ve Şiilerinin kılıvatkan hareketleri meyli dini cihetin olsun ve siyasi cihetin olsun bu hareketlerine elbette çek koyuşu bununla qarab turmaslığı hususan ulemalar ve yaxshi akıllı kişiler bularınki xatirini elbette bilishi lazım. Allah razı olsun. Endi yana şu Hristiyanlarınki hazır böyle kitaplar çıkarış, her xil CD'larni taqitish, yuqori degandek bola telefonlarga app yasash orqali o'zininki bu tashviqotni kuchaytirayotganligi ma'lum. Bu haqda bir yoshlarimizga tushuncha bergan bo'lsa. Bu Hristiyanlarning boshida o'tgandek bir necha yuz yillik tarixi bor bizning vatanda. Hatto şu 100 yil burunmi maxsus matbaani yasab bizning vatanda İncil'ini besib tarqitib shu koni Chag'atay tillarida qilgan harakatlari bo'lgan. Ammo xalqimiz bu Hristiyan dinini qat'iy qabul qilmagan. Buningkinmi qabul qilmaydi. Ammo qilmaydi deb o'ltirishning bizga haqiqiy xatar. Nima desa, ular davomli mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin va siyosiy jihatdan bo'lsin üzüdü bu özelliklerin hemmesinden faydalanıp hareket kılıvatıdı. Ularda iktisat köp. Bizim halkımızın iktisadi ahvalı tüven boğaçka. Yani bir taraftan elikdeki hakimiyetinin zalimliği, naçarlığı, hakiki Müslümanlığa, İslami hayatka tamamen çek koydu. Ve şunu oxşagan Hristiyan olsun, Rafizli olsun, bularının imkanı hareketlerine erkin dervazını içi atıdı. Şu içbirlik endi hazır kadar. Şu fırsatlardan faydalanıp bu da halkımızdan oturdu ki birlikini, İslami akidesini, hakiki Müslümanların oturdu bir fitne peyda kılışka urnuvatkallığı inik. Şunun için halkımız hususen yaşlar, dindarlar ve umumi halk zaten bu
1000 yillik islom dinini mustahkam saqlashi, o'zining bu dinga ega chiqishi va bu dinni buzadigan va musulmonlarning birligini buzadigan har qanday bir fikr, ideya, tashkilot va jamoatlarning bizning vatanga singib kirishining oldini olishi lozim. Buning qarta butun xalq mas'ul deb qarayman. Albatta, shu Afrika qit'alaridami ba'zi xristianlarning vahshiyliklarini videolarda taqovatib ko'ryapmiz. Shu yerdan bichara Afrika qit'alarida ba'zi tarafdagi xristianlar singib chiqqan ekan, bir bo'lakida musulmonlar yashaydi ekan. Bu xristianlarning razillik bilan vahshiy usulda hozir O'rta Afrikadagi xristianlarning musulmonlarga qarshi qilayotgan jinoyatlarini bu insoniyat tarixida bu baxmagan jinoyatni qilib o'tadi. O'rta Afrikada musulmonlarga qarshi haqiqiy irqiy qirg'inchilik qilib berdilar. 10 mingdan ortiq odamni o'ldirilgandi. 1 milliondan ortiq odam o'zining yurtidan palniqliq. Ya'ni hozirmi har qanday bir musulmonni topgan yerda tutgan yerda umumiy shaklda o'ldiradigan, uning ziyonkashlik qiladigan ishlar ko'rilyotdi. Shu ahvollardami bizning xalqlarimiz, yoshlarimiz xabar tepish kerak. Bu xristianlarning nimasiga sal qaramasligimiz lozim. Al-muhim bizning xalqimiz atabomizdan tortib ahli sunna va jamoa aqidasida mustahkam turib kelgan. Cho'qim mushu yo'lning ustimizda ching turishimiz kerak va buningdan keyin mushu ahli sunna va jamoa aqidasida mustahkam turishga biz xizmat qilish ulamalardan bo'lgan tavsiyamiz, iltimosimiz shu bo'lish kerak. Hurmatli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Programmamizga diqqat e'tiboringlardan berganingizga rahmat aytamiz. Programmamizni suratga elish va tur tarqish xizmatini qilib kelayotgan birodarimiz Adjanga rahmatimizni aytish bilan bu programmamizni bu yerda sizlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.